Mirasxo'rlarninki turlari va sonlari. Mirasxo'rlar qancha turlik bo'ldi? Ularning soni qancha? Oldin bilan miras elish turlari. Farz bilan miras elish. Farz deganimiz Alloh taolo miras oyatlarida ularninki o'lishini belgilab bergan kishilar bular ashabul furud deb ataladi. Lekin al-irsu bit-ta'sib degan shu Alloh miras oyatida nesivillarni o'lishini belgilab bergan kishilardan keyin o'lib ketgan kishiga, muvarrisga urug' tuqqandoshlik jihatdan eng yaqin bo'lgan er kishilar. Bularni biz asobat deb ataymiz. Bular al-irsu bit-ta'sib bo'yicha miras oladi. Uchinchi al-irsu bi qarabati rahm. Endi ashabul furud yoki asobatlar bo'lmagan ahvollarda urug' tuqqanlar, yiroq urug' tuqqanlar desak bo'ldi. Miras olaydi. Shu 3 xil bo'ladi mirasxo'rlar. Hamda hozir mirasxo'rlar erlardan miras olganlar. Bu yerdagisi hozir ashabul furud bilan asobatlar bir xil qo'shilgan ya 15 o'g'li ibn Mahmanazal ibn degandek. Dadisi, buvisi Mahma'ala, Akhshaqiq ibn Akhshaqiq Mahmanazal, Akhli ab ibn Akhli ab, Akhli am Shaqiq ibn am Shaqiq, Amli ab ibn Amli ab. Qarasanglar yerda ibn Amli ab, biroq Amli deb yo'qa. Bu yerdagisi hozir asobatlar bilan ashabul furudki erlar, zavj, al-mu'tiq. Al-mu'tiq deganimiz shu qo'lni ozod qilgan odam. Hamda bu yerdagi varislar ashabul furudlar mana hammasi ashabul furudin. Ayollarning ichidan asobatlar bo'lmaydi. Benet bintul ibn Mahmanazal ummul Mahma'alat ummul ab ukht shaqiqa uktli ab uktli az-zawja al-mu'tiqa. Bir ayol qulni azod qilgan bo'lsa, o ayol xo'jayin shu qul o'lib ketgan vaqtda uning hech qanday mirasxo'r bo'lmasa, uning mol mulkini mush ayol oladi. Amma yerdagisi hammasi ayol ashabul furudlar. Amma yerdagisi asobatlar bilan ashabul furud birlashtirib 15. Miyada anısı var, kızı var, ummul ab, cadda yani. Uht şakika ba, uhtli ba. Uhtli bu asabat emas, ashabul furud kirdi. Miyada akhli bu mu ashabul furudqa kirdi. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de tilga olgan miqdorini, ularning miras miqdorini. Ushbu hozir muqarasini bu jadlasam bo'ldi. Hamda usul mavrasima. Hamda usul deganimiz mana dadisi, apsi, buvisining dadisi, buvisi degan usul bo'ldi. Furu' degan ibn, binit, shu ballarning ballari deganlar furu' bo'ldi. Anadagi jihatul umuma degani tag'isining balasi, am shaqiq, amli ab, bularning balasi, xuva jihatul xuvani, jihatul xuva desa, uxt shaqiqa, uxtli uxtli ab deganlarni o'z ichiga oladi. Uxtli degan ashabul furud. Miras ilmida oldi bilan shu ashabul furud. Bular kimlar? Buni yodlaymiz. Andan keyin shu Sur Nisadagi 11, 12, 176-oyat yodlab, uning ma'nosini cho'qim yaxshi tushunishimiz kerak. Ma'nosini yaxshi tushunmasak, yana yaxshi tushunmaymiz. Lekin Abdullah ibn Abbosniki alhiqul faraida bi ahliha fama baqiya fali awla rajulin zakar degan mushadisni yodlashimiz kerak.
Ondan keyin şu oyatlar tilga ilingan kishilar kimlar, ularning maras elish miqdori qancha, 3dan 1mi, 2dan 1mi, 6dan 1mi, 8dan 1mi degandek bularni cho'qim yaxshi yodlashimiz kerak. Maras o'quvchilari dastlabda boshlagan vaqtimizda shuni cho'qim yaxshi bilishimiz kerak. Endi ashabul furud Qur'onda Alloh sur Nisoda tilga olgan ularningki maras miqdorini belgilab bergan kishilar mush rasmda ko'rsatilgandek 12 ayollardan 8, erlardan 4 odam bor. Bu yerdangi jadval kelganimiz mau ashabul furud bo'lgan ma 4 bilan boshqa asabatlarni qo'shib tilga olgan rasm u. Hamda Alloh taolo mush oyatlar tilga olgan belgilangan farzlar. Bularni biz ikki guruhga ayırsak bo'ldi. Fariqul avval, fariqul nisf desek bo'ldi, fariqul san, fariqul sudus desek bo'ldi. Ya'ni 2dan 1, 4dan 1, 8dan 1. Asan bo'lish uchun 2dan 1 degan 4dan 1 ning ikkisi, 4dan 1, 8dan 1 ning ikkisi. Shunga malani fariqul nisf deb arab olamiz yoki fariqul avval desek bo'ldi. Yani birisi fariq sani, fariqul sudus desek bo'ldi. Sudus degan sulusning ikkisi, sulus sulusayn ning ikkisi. Bu fariq sani buludu. Bunun hem de 2dan 1, 3 qatım tekrarlangan, 4dan 1, 2 qatım tekrarlangan, 8dan 1, 1 qatım tekrarlangan, 6dan 1, 3 qatım, 3dan 1, 2 qatım, 3dan 2 qatım, 3dan tilg elingan. Şu Sur Niso'ningki 11, 12, 176 oyatlarida hozir ko'rsatilgandek mala fariqun nisf, ma fariqus sulus yoki fariqus sudus desak bo'ladi. 6, yani Allah belgilengen şu miqdorlar 6. Lekin bir qancha takrorlangan şu oyatlarni yaxshi yodlab, ma'nosini obdan bilib olishimiz kerak. Bundan keyin yani bilish kerak bo'lgan narsa mukawwanat, masail faraid, shu miras masalalarini hal qilishda bildigan mazmunlar mush miras masalalari qaysi masalan tarkibda bo'ladi desa, birinchi varislar. İkinci el-furudul muqaddara. Shu Qur'on oyatlarida belgilangan farz miqdorlari. 8dan 1, 6dan 1, 2dan 1, 3dan 1, 3dan 2 deganlar. Anladiki biz buni mushlarni kasr san qilmay butun son chiqarish uchun bu yerda bir hammasiga 8, 6, 6 mesela hammasi butun bo'linadigan, fachiq son chiqmay butun son chiqib bo'linadigan o'rtaq eng kichik bo'lgan bir son deb chiqamiz. Bu aslul mas'ala yoki aslul farida deb ataladi. Aslul mas'ala. Yani birisi hamda mushini malaga ko'paytgandan keyin yoki buni 8, 6 maqam deymiz asti. Aslidagi songa bo'lgandan keyin yoki 8dan 1, 6ni ko'paytgandan keyin chiqqan natijani bu yerga yozib olamiz. Sol tarafga bular siham deb ataladi. Sihamul varasa. Varasxo'rlarningki ulushi. Ma'u al-furudul muqaddara bu siham deb ataladi. Mushu naslardan tarkib topdi. Biz ma jadvalni umumlashtirib shibbakul mavaris deb ataymiz. Mana shibbakul mavaris أو أصل المسألة مولى الورثة يكي مرس خرلا سهام الورثة كيف كان يشقى النتيجة الفروض المقدرة مع قرآن كريم تلق الانغان مختاري بنمن ما ورطة دق بقانتم لايلب سلام مرس مثلا نشكي وقتان ورطن يك اكسلدن paydalanıp durup مشنا نقيسانلا buldu. Hem de şu mesela yaşka vaktimizde hem de
Asıl mesele dedik o şu oturdaki şu sallağa köpeysek yoki uniki mana mahrajiga bo'lsak butun son chiqadigan eng kichik sonni topadigan masala 6 nima 7 bo'ldi. Ya 2 bo'ldi, ya 3 bo'ldi, ya 4, 6, 8, 12, 24 mushlardan iborat. Mushlardan halqib ketmaydi. Birlik qilingan muttafaqun alay bo'lgan usul masail 7.